Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bugun bizning Nanay Beshbarmoqlarimizda juda ham olisdan ikkita tog' oshib kelishgan aziz mehmonlarimiz bor. Ya'ni ikkita perevali oshib kelgan Qashqadaryolik mehmonlarimiz bilan gaplashamiz. Qani uchta ekan, uchta. Jizzax perevali ham bor. Qarshi, Jizzax va Vodiy perevalarini oshib kelishgan. Qani ketdik. Beshbarmoqlarni o'tkazib yuboramiz, sog' qolmasin Beshbarmoqlarni. Hidini qara, hidini, hidini qara. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaqinroq turib olinglar, bir-biringizga yaqinroq turib oling. Onajonim, o'rtaga oling, o'rtaga oling. Assalomu alaykum, xonimlar, yaxshimisizlar? Qashqadaryodan keldinglar. Qashqadaryo oblast Qamashi rayonidan keldik. Qamashidan. Namangan oblast Yangiqo'rg'onda, Yangiqo'rg'on Nanay qishlog'ida. Nanay qishlog'ida mana yaxshi nima deydi? Beshbarmoq. Beshbarmoq ekan. Yedik, rahmat. O'sha zamlar og'zimizda qoldi. Bu beshbarmoq oylab kiyamiz. Bu beshbarmoq haqida qayerda eshitdinglar yo Instagramdan ko'rdinglar? Biz shu Instagramdan eshitganmiz. Shu nasib bo'lsa boramiz deb Niyat qildik, mana oylab keldik. Oylab keldik. Qarang, mana Instagramda ko'rib, bizni Instagramdan kuzatishar ekan. Instagramda ko'rib kelishibdi. Qashqadaryodan 3 ta dovon oshib kelishgan. Qashqadaryo, Jizzax va Vodiy perevalidan, Qamchiq dovonidan. Qashqadaryodan Surxondaryoga kelin bo'lib ketar bo'lding Laylo. Yana niyat qo'ydik, yana kelamiz. Xudo xolasa. Qashqadaryo haqida qo'shiqlar ko'p. Qo'shiqlarga aytamiz, hammasiga aytamiz. Qashqadaryo Amur Temurdek buyuk sarkardani dunyoga keltirgan yurt hisoblanadi. Qashqadaryo shunaqa buyuk yurt. Qashqadaryo bu boshqa daryo degan. Aka, bu Instagramga obuna bo'lganmisizlar? Nanay Beshbarmoqlari. Qani Onajonim, Instagramingiz bormi? Sizga ruxsat bermayaptilarmi, pochcha? Qashqadaryoda qizg'onadi. Qani, Ashun bitta Instagramni ko'rsatib qo'yasiz. Mana. O, Ana, demak obuna bo'lganlar. mana obuna bo'lgan. Layklar ham bor ekan-ku. Qo'ying. Ha. Ana. Ya layklarni bosgan ekanlar. Qoyil, gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu Muzaffar degan bola chiqqanda ko'proq layk bosavergan. Onajonim, sizga mana shu qip-qizil chiroyli qilib eslab kiyib yurasiz. Issiqda kiyib yurasiz Qashqadaryoda. Boshdan issiq o'tmaydi. Hoji aka, buni sizga endi. Rahmat, rahmat. Hoji buva deydi sizlarda. Hoji buva. Hoji bobo. Qani endi? Ana, Singlimiz qanday? Qizili qolgan ekan. Bularga. Chaqirish kerak, ko'rish kerak. Sizlarni kutib qolamiz, xudo xolasa. Yaqin bo'linglar, salomat bo'linglar. Kattakon rahmat.